Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining ashaddiy muxlislari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar va texnika ishqibozlari. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada esa o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Agarda reklama xizmatlari bo'lsa, sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, marhamat ekrandagi ko'rinib turgan raqamlarga Telegram orqali aloqaga chiqsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Biz esa ushbu dasturimizni uzoq cho'zmagan holatda boshladik. Birinchi sotiladigan texnikamiz akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Traktorimizda o'zidan dokumentlardan hech qanday muammo yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan. Narxi esa 75 million so'm deyishmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Texnikamiz Sirdaryoda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib olishingiz mumkin. Texnikamizga garantiyasi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ-80.1 traktor izlab yurgan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sotiladi akalar. Ushbu traktorimizning holati a'lo darajada, kamchiligi yo'q, hamma joylari ishlaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka zandimoslari ham ochilmagan, traktorimizga garantiyasi bor deyishmoqda. Texnikamiz esa 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Narxini yana kelishamiz deyishmoqda. Narxi esa 130 million so'm yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Samarqand viloyatida. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizga silkasini qo'yganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, bu yerdagi sotiladigan texnikalarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Va albatta sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat videoni boshiga o'tsangiz, reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ-82 traktorimiz sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada deyishmoqda. Balonlari ham yangi, motor korobkalari ham soz holatda, zadniy mostda ham ishi yo'q ekan. Texnikamiz ishga tayyor holatda. Olasiz u haydaysiz. Narxi 120 million so'm. Manzil Samarqandda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatida. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari yaxshi, ishlab turgan texnika, olib faqatgina haydash kerak xolos. Narxi esa 32 million so'm, yana kelishadigan joyi bor deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning Buxoro viloyatida. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlari ekranda bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Eslatib o'tamiz akalar, videomiz yoqayotgan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yubormasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz akalar. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochni sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz yaqinda remontdan chiqqan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning holati deyarli yangi holatda, vallari ham yangi qo'yilgan ekan. Texnikamizning yangi gilza porshillar qo'yilgan, oldi balonlari yangi, apparat remont qilingan, xullas hamma joyi yangidek qilingan, akkumulyator ham yangi holatda. Narxi esa 35 million so'm deyishmoqda. Manzil Surxondaryoda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan baraban kasilka sotuvga qo'yilgan. Pichoqlari arraday qo'yilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamiz 120 lik arra ekan tishlari. Ushbu barabanimiz sotuvga qo'yilgan, srochni sotiladi deyishmoqda. Texnikamizning holati ideal darajada. Mana shu ekranda ko'rib turgan yashil barabanimiz sotuvga qo'yilgan. Ishlab turgan texnika, kamchiligi yo'q. Xohlaganlar bemalol traktor bilan birga qo'shib sotilsa ham bo'ladi deb aytib o'tishmoqdalar. Narxi esa 11 million so'm. Manzil Buxoroda. Agar texnika qiziq bo'lsa, ikkalasini ham birdaniga sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus 80 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada deyishmoqda. Texnikamizning hamma soz holatda, plug, chisel, teleskasi ham bor ekan. Texnikamiz komplekt holatda. Narxini 70 million so'm deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqand viloyatida. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol qo'ng'iroq qilib akamiz bilan bog'lanib qolgan ma'lumotlarni ham, narxini ham yana kelishib olsangiz bo'ladi. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan T28 pogruzchik traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, motori ham yaxshi holatda, ballonlari ham yaxshi holatda. Texnikamizni olib faqatgina haydash kerak ekan xolos. Narxi esa $5500. Yana kelishadigan joyi bor. Manzili esa Buxoro viloyatida. Ushbu traktorimizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham o'zlaridan so'rab, bemalol bilib olishingiz mumkin. Traktorimizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz ham T40 traktori teleshka va press-podborshka bilan birga qo'shib sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati ideal darajada, press-podborshka va teleshkasi ham yaxshi holatda turibdi deb aytib o'tishmoqdalar. Komplekt holatda narxi 80 million so'm, manzil Xorazmda. Texnikamizga qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldirsangiz, keyingi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham yana bir sotiladigan texnika T40 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz videoshi deb aytib o'tishmoqdalar. Hamma joy soz holatda, oldi tortadi. Texnikamizning ballonlari yangi, vomlari ishlaydi, rullari gidravlika. Ushbu traktorimizga 30 million so'm so'rashmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Samarqand viloyatida. Traktorimizni ko'ring, agarda qiziqtirgan bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat videoni boshiga o'tsangiz, reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganmiz. Biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz sotiladi. Agar ushbu texnikamizning orqa ballon razmerlari 15/5, holati 85%, oldi esa 90% deb aytib o'tishmoqdalar. Ballonlari umuman yirtilgan joyi yo'q, motorlari moy yemaydi, soatda ishlaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka zadniy mostlarida ishi yo'q, vomlari, hamma narsasi ishlaydi akalar. Narxi esa 15 million so'm so'rashmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib sotib olishingiz mumkin. Yana bir sotiladigan texnikamiz o'tgan safargi dasturimizda T28 so'ragan akalarimiz shuni ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi. Akalar, ushbu texnikamiz 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Teleshkamizning holati a'lo darajada, traktorimiz soz holatda ishlab turibdi akalar. Narxi pritsebi bilan qo'shilib, kultivatsiya chizil qo'shib beriladi. Komplekt holatdagi narxi 25 million so'm deyishmoqda, yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning manzili Toshkentda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa T28 traktorimiz. Yana bitta T28 traktori sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz Buxoro viloyatining Kogon tumanida ekan. Texnikamizning holati nahadu qanchiligi yo'q, holati zo'r holatda deyishmoqda. Motor yaqinda remont qilingan, ballonlari o'rtacha holatda joyida yonadi, stator yangi, motorlari ham, gilzaposhlari ham yangi qilingan, vallari ham yangi. Ushbu texnikamizning narxi esa 25 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzili esa aytib o'tganimdek Buxoro viloyatida. Ko'ring, texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham yana bir sotiladigan texnika T28 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz pritsebi bilan sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz joyi yonadi deb aytib o'tishmoqdalar. Kelasiz, ko'rasiz, olasiz deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning narxi esa 25 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasida. Ushbu texnikamizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol akamiz bilan bog'lanib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz akalar, sizlarga bundan ham zo'r texnikalar kerak bo'lsa, kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini qoldirganmiz. Ustiga bosib o'tsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham zo'r sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz. Bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Yana bir sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizni xohlasangiz shundoqligicha olishingiz mumkin, xohlasangiz zapchaska olishingiz ham mumkin deyishmoqda. Ushbu texnikamizning dokumentlari bor ekan, narxini esa 15 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor, manzil Toshkentda. Texnikamizni ko'ring, ma'qul kelsa